Menga maoshim berdi. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa maoshlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bola. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha o'g'lim maoshim padarka qilyapti. Ko'ryaman, shuni imijimida topshirsa bo'ladi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'rolmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin aytdi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suf senga deb yuboraman. Seni bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Aytdi nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kir hamma narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara, palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qildi. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Onajon. Kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z-ko'z qilib berasanlarmi? Endi otam xursand bo'lsin. Otangni og'ziga oshpalov. Qayerdan olding uyni? Tavrabbi yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursin. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa nima qilishadi? Oson ulayam. Qaysi puliga oladi bu? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber, hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga belik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani oformleniya, qani bantik, qani odamlar ko'z-ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Ani Hashimika, chiqibdi. Kuyovda ismi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ismi. Koreyada ishong bizga qo'yamosu. Chipda. Kutasanaka. Kiraylik, harakat ketdi. Kelinni ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? $2,000. Sanalgana? Sanalgan. Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'q. Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ha unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artistga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda Bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50. Kimsizlar?
Hey, kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, enasiga eriga pul. Ya nima faqat sizlarda pulmi ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Ko'rmaganmisan, boy qo'y. Rayim bolayni ol. Ur. Pulini ber. Yo'q. Rayim bolangga qarab o'ldiraman. Rahmat kattakon, keyingi to'ylarda ko'rishguncha. Ya qayerda ko'rishguncha? Qayerga ketyapsiz? Men senga 1 soat kelishganman. Qancha aytding? 55 minut. 5 minutni katta qo'lingga aytadim, aytasan. Boshqa qo'shim qolmadi. She'r bo'lsa ham, masal bo'lsa ham ayt. Meni to'yim ertalab kelsa bo'ladi. Kelinni oldiga bor, kelin bir o'zi qoldi. Ha, kelin qayerga qochyapsiz? To'yib ketaman. Ha, boring. Rahmat qo'pila. Nima bu poda? Sadoqat normal panatkalik qilsan. Taklifnomaga sadoqat o'zing ke deb yozganmanmi? Bolalarga nima bor? Yo'qot bolalaringni. Pochcha! Ha, Kamchilik yo'qmi, yaxshimi? mana kamchilik. Yo'qot mana shuni. Pochcha sizda chiqmasin. Keling kuyovni o'zim olib ketaman mashinada. O'zing normallik ketib ol. Qanday ketaman men o'zim? Mana qanday ketaman? Nima qilyapsan? Mana. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Yo'qotan uni, yo'qot kalni. Borsan, yo'qot. Yo'qot. Fratsilingda chay singlim tomog'ing og'riyotgan bo'lsa balo bormi qo'shiq aytib? Rajab bu 50 ming berdimi? Ya pas. Qayerga ketyapsan? To'yini bermaysanmi? Yo'q edi, pulim. Insof beraman. O'ganda kelasan, boring qal. Ye do'stim. To'riga, iltimos, to'riga o'tiring. Yana qayoqqa? Yana tualetgan. Boring. Rahmat qo'pila, xush kelibsiz. Tinchlikmi ekan ish qilib? To'xtang, Ranabchi. To'xtang. Albatta, tinchlikmi? Tinchlik, sumkani bering. Voy. Qara. Yosh sharmanda somsa ham olgan, qara. Yo'q, kulmang, opchi. Kim kulyapti? Voy. Siz bilasiz, stoldan nima olishdi? Limon xilsi marakuyarligidan olibdi, yangi chiqqanidan. Trendda bu, ha? To'xta, bakrashkada nima bo'lar ekan? Aroq so'gan. Pochcha kamchilik yo'q, yaxshi. Assalomu alaykum. Nima olib kelding mana jo'rayni? Bo'pti, aka. Bu yoqqa. Jo'ram meni, pochcha bu jo'ram. Jo'rayni basharasini qarab, bolalar qo'rqyapti. Obar. Bor ket undan. Bor. Samovarga olib bor. Kamchilik yo'qmi bosh? Yo'q, hammasi yaxshi. Sen ichdingmi? Ichma. Ha, kelin. Aralashtirib yer ekansiz-da, shunga qatnab yotibsiz. Oshqozon ham primo ekanda, ha? Dada, to'ydan keyin nima bo'ladi? Garang. O'zim aytaman, nima bo'lishini to'shol ekan. O'tir mashinaga. Ilmurod aka, muncha qaltiryapsiz. Xolidajon. Srajlar rождения. Juda ham hayajondaman. Tug'ilgan kuningdan tabriklayman. Mana sovg'a senga. Seni sevaman. Chal. Ko'ngil torimni chal. Ko'nglimdagi Voy, ular Ilmurod aka menga telefon sovg'a qilibdilarmi? Voy! sevgilimni ko'rdingmi? Ha, o'lding qaltiroq. Lekin sen zo'r chalding. Xuddi unikini chalgandek bo'lding. Kimnikini? Bitcoin'nikini. Yur endi men senga yeriyman. Yuriysanmi? Ha, to'yirmasanikida yur. Endi sevgilimni nima qilaman? Uylanasan. To'ydan keyin zo'r bo'ladimi? Va to'yirmazda 300 gramm kalbosa qovuring tuxumcha bilan. Buxanka ayt. Buxanka chimki salat bilan. Lekin yomon chalar ekansan. Chalishga usta ekansan. Qayerda o'rganding? 4 yil konserva bankada nima o'qidimmi? Konservat banka? Konservatoriya. Qanday chalyapsan sen bunda? Qilyapsan? Ichingga tortasan, tashqariga chiqarasan. Tushunaysanmi? Ko'rasan. Yo'q, men chololmayman. Tabrik. Qaraylar, men tug'ilgan kunimga telefon sovg'a qilishdilar. Voy qizim, umringga mana shu telefondek chiroyli bo'lsin. Baxtli bo'lgin qizim. Aytgansiz kelsin. Bu o'zi qanaqa telefon ekan? Nomi nima ekan? Bu Honor, hozir trendda. Qani qizim, bir oilaviy rasmga tushaylik. Voy, qorong'ida
Mana. Ha, mani ko'zim yumilib qopti-ku. Endi nima deyapsiz, xo'rashga bu telefonda ortiqcha narsalarni kesib tashlasa bo'ladi. Mana sizni kesib tashladim. Voy, o'zi men bu uyga ortiqcha odamman. Kesib tashlaveringlar. Men ketdim. Bekor kessinglar shuni qizim, shu ko'zini ochib qo'ysang bo'lmasmidi? Elmurod, 12600 bo'lib tushladin. Nima, namcha qilma. Tuxum ochdimi? Kolbasa ochdi. Kolbasa shuncha oshadimi? Kolbasa halolda. Ha, halolimi? Hozir telefonni to'layman. Ya tavba. Ya tavba. Ishlaymi? Qo'ldan tug'ilgan kuniga pilchi shokolad oldim. Adashib telefonimni beribman-ku. Yo'q, Ye, chumo. Hozir olib kelamiz. Putin nimaga ushlab ketdi u? Otam degan telefon qilib ko'taraqani. Elmurod qayerdasan eshak? Velik qani eshak, velikni olib kel. Adash tushdi chog'imdan. Assalomu alaykum. Xolada uyishga. Telefonni ber. Onur telefonni ber. Telefonni ber! Ha, yo'q, garanik qoladi o'zini. Men senga pilchi shokolad olgandim tug'ilgan kuningga. Telefonni adashib berib men bor uzr, yoqim ishtaqa. Osh qilmadinglar. Shoshma. Sen nima qizimni ko'nglini xira qilib ketyapsan? Men nima xira qilaman, aka? Prosta adashib qolibman, qaltirab bo'yab. Men hozir shunday qilaman, sen dunyoni xira ko'rasan. Shunday Amaka! Nima qilay, shu joyda saksofon chotki qilib chalib beraymi? Uncha chalishga qiziqdingiz do'stim. Shu chalinadigan joymi? Ha, ishlamayapti. Uyga borasan, uyda mazza qilib cholasan. Yur bu yoqqa. Ha, ishlamayapti. Ha, ishlamayapti. Kim choldiradi hozir? Yur deyapman. To'xtama, ishlamayapti. Ha, ha. Ishlamayapti. Qurtlagan tishing.